Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Mirobod tumanidagi Gabus domimizda joylashgan ikkinchi qavatdagi 136 kvadrat metrli xonadonimizda turibmiz. Bu uyimizda sotuvga chiqqan juda ham chiroyli elitni nima desa bo'ladi, lyuks xonadonimiz bo'ladi. Dvorlari, hovlilari juda ham chiroyli. Uni ham kadrlarni qo'yib o'tib ketaman. Ko'rsanglar bo'ladi, bu asosiy kirish qismimizga kirganimizda domofon qurilmalari va garderob qismlari bor. Bu yoqda bo'lsa kattagina hol qismimiz bor. Kirganimizda bizning ikkita yotoqxonamiz bor. Bittasi yosh bolalar yotoqxonasi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina qilingan. Bu yoqda dars qilish uchun yaxshi turistik mebellarni joylashtirishgan, komod qismlari bor. Hamma texnika va shkaf, dars qilish uchun stol stullar, sharoitlar hammasi bisyor aziz o'rtoqlar. Bu tashqariga qaragan oynalarimiz bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Dvorimizni ham tanishtirib o'tib ketaman. Juda ham chiroyli fontanlari bor. Uyimizda juda ham sifatli materiallardan, ta'mirdan chiqqan, qimmat aboylar, italyanskiy aboylardan devorlarimizga yopishtirishgan. Bu master yotoqxonamiz bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi, dekor qismlari, televizor uchun, bu yoqda balkon qismi va balkonimizda ikkita garderobli shkaflarimiz bor. Va yotoqxona qismimizda kattagina kravatimiz, bu yoqda bo'lsa o'zini sanuzul qismi ham bor, ko'rsanglar bo'ladi, dushoviy kabinalari bilan hamma sharoitlari qilingan. Xo'p. Yo'lak bo'ylab davom etamiz. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizani kattagina prachniy zonamiz va sanuzulimiz bor. Kir yuvish mashinalarini qo'yib qo'yishgan, vannalari, umumiy yuvinish xonasi va kir yuvish uchun xona qilingan. Bu yoqda bo'lsa bizani